Jiyanlar ham shuna yig'lab turadi videoning orasida. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana kechaligimiz tayyor bo'ldi. Sinovdan o'tkazyapmiz. Jiyanlar chiqarib qo'yib sinayapmiz. Buni tanishtirib o'taman materiallar haqida sizlarga. 3x3 profildan ishlangan chetlari 1.7 stenga bo'ladi. Bulari 2x2. Polniy qalin 1.7 bu ham. Bular sal arzonroq varianti. Kraskalari, anaqalari yaxshi anaqadan ishlatilgan, yaxshi kraskadan ishlatilgan. Endi keyin buni yana bitta qulay tomoni bo'shatib qotiriladi. Bu bo'shatib olsa bo'ladi. Bu yerda boltlar bor. Bu yerda ham bolti bor. Shu keyin endi sizlarga endi belanchakni ko'rsatamiz. Belanchaklarimiz ham bor. Bu tomonda belanchaklarimiz ham mana bular ham tayyor bo'lgan. Bular ham polniy qalin materialdan ishlatilgan. Chetlari 2x2 1.7, ichi 1.2. Bemalol kattaroq odamni ham ko'taraveradi. Bu ham bo'shatib qotiriladi. Keyin yana bitta qulaylik tomoni bo'shatgandan keyin pastdagi joyini men yaqinroqdan ko'rsatamiz. Mana shuni pastga olib tebratib ko'rsa ham bo'ladi. Hali oddiy belanchaklarga o'xshab, eski belanchaklarga o'xshagan. Bu ham xuddi shunaqa. Bu ham rangi boshqacharoq, dizayni ham ozgina boshqacharoq. Bu ham shu 1.7, 1.2 profilda ishlatilgan. Buni ham xuddi shuna bo'shatib, oddiy belanchak sifatida ham ishlatsa bo'ladi. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 90 ga eni 60 bo'ladi. Chuqurligi 45, uni razmerini xohlagan razmerga yasab beraveramiz. Hali egizak bolasi borlarga ham xohlagan razmerda kattaroq yasab berilaveradi. Keyin kachalarni razmerini aytish esdan chiqdi. Razmerini aytamiz, bu 160 uzunligi. 3 ta odam sig'adi. Endi sal yengilroq odamlar o'tiradi. Juda og'ir odam o'tirmaydi, chunki u arzonchiroq varianti bu. Profillari ham kattasidan emas, kichkinasidan ishlangan.